Mamlakatimiz bo'ylab 29-apreldan 3-mayga qadar yoshlar haftaligi o'tkazilmoqda. Mazkur oylik doirasida viloyatimizda ham yigit-qizlar o'rtasida turli tadbirlar, musobaqalar hamda tanlovlar, uchrashuv hamda davra suhbatlari tashkil etilyapti. Muxbirimiz Shovot tumanida yoshlar ishtirokida o'tkazilgan ana shunday tadbir haqida so'z yuritadi. Yoshlar haftaligi doirasida Shovot tumanidagi 49-umumta'lim maktabida ta'lim-tarbiya jarayonida olib borilayotgan ishlar yana bir bor sarhisob qilindi. Sinf o'quvchilari o'rtasida kompyuter savodxonligi bo'yicha bellashuv o'tkazildi. Turon teatrida adabiyot darslarida o'qilgan asarlar sahnalashtirilib, milliy g'urur, yurtga muhabbat, vatanparvarlik ruhidagi spektakllar namoyish qilindi. Zakovat intellektual o'yinida o'quvchilarning aqliy salohiyati, mantiqiy fikrlash bo'yicha bilimi yanada mustahkamlandi. Kitobxon o'quvchi va o'qituvchilar davrasida o'qilgan asarlarning tarbiyaviy ahamiyatiga urg'u berilib, taqdimotlar, sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Hozirgi zamon yoshlarga ta'lim berish uchun doimo izlanishda bo'lmoqi kerak. Biz atom odatlar kitobini o'qib chiqib, muhokama qildik, seminar qilib oldik. O'quv jarayonini, ta'lim-tarbiya jarayonini bir haftalik deb aytib bo'lmaydi. Bu ta'lim olishdan to'xtamasligimiz kerak. Biz shuni hozir rejalashtirib turibmiz. Xorijiy tilni o'rganish bo'yicha, matematika bo'yicha keyingi yilgi olimpiadalarga hozirlik ko'rishni boshlaganmiz. Musiqiy to'garagi a'zolari tomonidan "Men buyuk el farzandiman" shiori ostida musiqiy chiqishlarga o'rin berildi. O'quv dargohida ikkinchi xorijiy til, koreys tilini o'qitish yo'lga qo'yilgan. Buning natijasida Koreya davlatining nufuzli ilm dargohiga talabalikka qabul qilingan o'quvchilar ham bor. Bizning maktabimizda ko'p xorijiy tillar o'tiladi. Shulardan biri koreys tilidir. Koreys tillovchi ustozimiz Koreyada tahsil olgan malakali ustoz. Men shu ustozimiz orqali koreys tilini chuqur o'rgandim va Topik 3 sertifikatini qo'lga kiritdim. Ustozimizga va maktabimizdagi barcha ustozlarga katta rahmat aytaman. Men shu ustozim orqali koreys tilini o'rganib, Koreyaning nufuzli universitetlaridan biri Sokyong universitetiga o'qishga qabul qilindim. Kelgusidagi maqsadlarim Koreyada turizm sohasining mutaxassisligida tahsil olib, yurtimizga qaytganimdan keyin turizmni rivojlantirishga o'z hissamni qo'shmoqchiman. 5 tashabbus doirasida shaxmat va shashka musobaqalari, tennis, voleybol sport o'yinlari o'tkazilib, g'oliblar munosib taqdirlandi.